Dasturimizni xushxabar bilan davom ettiramiz. Ma'lumki, pilla yilning dastlabki hosili hisoblanadi. Quvonarlisi, mirishkorlik kumush tola ijodkorlari birinchilardan bo'lib, pilla hosilini yig'ishtirish ishlarini boshlab yuborishdi. Ma'lumotlarga qaraganda, dastlabki mavsumda viloyatda 47.626 quti ipak qurti parvarishlanmoqda. Shundan 3.612 qutisi 84 markazlashgan holda tashkil etilgan binolarda, 44.014 qutisi esa xonadonlarda parvarishlanmoqda. Bu esa 225.000 nafar aholi bandligini ta'minlashga xizmat qilyapti. Mavzuni muxbirimiz Nozima Akbarova davom ettiradi. Mirishkor tuman pillakorlari o'ziga xos katta tajribaga ega. Albatta, pilla qurtini parvarishlashning o'zi bo'lmaydi. Buning uchun tajriba va mahorat talab etiladi. Ayni kunlarda tumanning pillakor kasanachilari dastlabki hosilni yig'ishtirib olishmoqda. Pillachilik sohasiga muhtaram prezidentimiz qator qaror va farmonlar chiqargandan keyin o'sha qaror va farmonlarni joyida hammalariga tushuntirib berganimizda tushungan holda ko'pchiligi pilla bilan shug'ullandi. Qarang, mana shu farmonlarda sog'liqda yengillik bo'lganligi, bularni bir oy pilla qilib staj bilan ta'minlanganligi, mana shu o'zimizda mahallamizda 220 quti berilgan bo'lsa, hammasini ketma-ket bajara boshlashyapti. Aytish kerakki, pillachilikning ham o'ziga yarasha mashaqqatlari, sir va sinoatlari bor. Uni yaxshi bilgan zivinochi pudratchilar ko'zlagan maqsadga erishadi. Tumanda istiqomat qiluvchi Norgul Nurova ham ana shunday pillakorlardan biri. Qiziqaman pilla boqishga. Bir oyning ichida pilla yetiladi. Har yili pilla olamiz. Faqat men emas, shu qishlog'imizning, Nayston qishlog'ining 80% ipak qurti boqish bilan shug'ullanadi. Mana hozir 4 karobga ipak qurtini olib, hozir boqib mana g'o'zalarni saylayapmiz. Bizlar shu ipak qurtidan bo'lgan atlaslarni ko'rsak, yoshlarimiz chiroyli ko'ylaklarda yursa, biz juda ham faxrlanamiz, ham xursand bo'lamiz. Mirishkorlik pillakorlar joriy mavsumda o'z oldilariga katta maqsad qo'ygan. Kasanachi hamda zivinochilar 1428 quti ipak qurti parvarishlab, 86 tonna yuqori sifatli pilla yetkazib berishni reja qilishgan.